Bu Kia Carnivalmi deganlar uchun yo'q, bu Kia Carnival emas. Jag brendiga tegishli bo'lgan 58 biznes klass mashinalardan bittasi. Mashinamiz kapitan sizinada 7 kishilik bo'ladi. İçini ko'ryapsizmi? Ichini qulayliklarini bor-ku, hamma yo'qlari mavjud. Masajlarigacha, klimat kontrol deysizmi, hamma yo'g'i bor. Bundan tashqari orqa tarafda mana lyuki ham bor. Bemalol ochsiz bo'ladi. Oldida shopiriga ham lyuki bor. Kia Carnivaldan ancha qulayroq, rasxod tomonlama ham ancha rasxod ozroq, narxi ham ancha arzon. Eng lyuks mashinalardan bittasi. Shopira maza qilib avtomat korobkada qiynalmasdan ketadi. Motori 2 turboda, qulayliklarni ko'ryapsizmi? Eshiklari o'zi ochiq. Nari tomonda ham eshigi bor. Bemalol oilaviy deysizmi, ota-onam olib boraman aqa-baqa deb. Bundan tashqari biznes uchun ham eng zo'r mashinalardan bittasi. Albatta, mashinamiz narxi tayyor, qora rangi ham bor. Buni narxi 423 million so'm. Albatta, narxini aytib ketyapmiz, bittadan like bosib ketinglar. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa qilib batafsil ma'lumot beramiz.